Endi taponi shiniraga qo'ydik. Tapo nima siz bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir tushuntirib beraman. Mashinangizga metan uстановка qildirsangiz, programma qilishingiz shart. Agar programma qilmasangiz, mashina yaxshi yurmaydi. Masalan, hozir shiniraga gaz qo'ydingiz, metan uстановка qildingiz. Endi hali bunga programma chiqmagan. Buning ichida Tracker 10X va yana boshqa mashinalarga ham programma chiqmagan, faqatgina o'zimizni Gen degan mashinaga programmalar bor. Endi biz hozir bu shiniraga metan uстановка qildik. Bunga tapo uстановка qilib berganmiz. Bu tapo programmani o'rniga uстановка qilinadi. Zajgarani turib beradi. Metanning yurishlari bez programma. Bu qo'yilmagan mashinadan nisbatan bu ancha yaxshi yuradi bu qo'yilsa mashinangizga. Trekkerga qo'ysangiz bo'ladi, metan uстановка qilsangiz 10X ga, Cobalt'da yangi chiqqan motor Tracker miyaga ham uстановка qilsangiz mashina zo'r yuradi. Xudo xolasa o'zimizda shunday xizmatlarimiz bor. Metan uстановка qilib turib bularni ham qilib beramiz. Kimga xuddi shunday sifatli zapchastlari bilan xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu yerda mana stack uстановка qilib berganmiz. Stack 2 gofas. Xudo xolasa hamma narsasi original qilib uстановка qilingan. Agar mashinaga original zapchaslar bilan uстановка qilmasanglar, mashina yaxshi yurmasligi mumkin. Tapo o'ziga uстановка qilingan. Endi buni xotirib chiroyli qilib qo'yib beramiz. 01 farsimkalarida. Xo'p, endi esa ballonni ham bir tanishtirib o'tamiz. Bu mashinaga 100 uzun ballon uстановка qilingan. Tapo uстановка qilingani uchun mashina 300 km atrofida harakatlanadi. Xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa yurishlari ham zo'r bo'ladi. Kimga o'zi shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilib kelsanglar bo'ladi. Kanalga obязательно obuna bo'linglar, kutaman.